Qanaqa qilib kichkina o'zgarishlar hayotingizga katta o'zgarishlar olib kelishi mumkinligi haqida gaplashamiz. Ya'ni bu uchun misol qilib James Clear o'zini kitobida Buyuk Britaniyadagi velosportni misol qilib keltirgan. Ya'ni qanaqa qilib 100 yildan beri biror marta yutuqqa erishmagan bitta komanda bitta yangi menejerni olib kelgandan keyin 5-10 yilda ancha medallarni va musobaqalarda, ya'ni olimpiada, paralimpiadada yutib kelganligini misol qilib keltirgan. Yani qanaqa qilib deydigan bo'lsangiz, misol uchun o'sha oxirgi 100 yil ichida, ya'ni o'sha bir muddatda 100 yil ichida Buyuk Britaniya umuman medallar, taniqli bir yutuqlarga erishmagandan keyin даже katta veloparklar sotadigan, o'sha velo qismlar sotadigan odamlar ularga ishonmasdan bermay qo'yar ekan. Ya'ni "Senlar meni nufuzimni tushirib yuborishlaring mumkin" deb, даже ularga qismlar ham bermas ekan. Ya'ni shu paytda ular Dale Brailsford degan odamni ishga olishadi, ya'ni menejer qilib. Chunki uni prinsipi o'sha kichkina o'zgarishlar kiritish orqali katta yutuqlarga erishishga ishonar ekan. Shu prinsipda ancha rezultatlar ko'rsatgani uchun o'sha jamoaga menejer qilib qo'yadi va u qanaqa o'zgarishlar kiritganligini bilsangiz, o'zi aslida judayam kichkina, lekin vaqt davomida ancha katta o'zgarishlarga sabab bo'lgan. Birinchi bo'lib, sideniyalar bo'ladi, egar deb qo'yadi. Egarlarni dizaynini o'zgartirgan. Ya'ni misol uchun hammada bir xil bo'ladigan bo'lsa, ular misol uchun odamlarga mos o'sha o'rindiqlar dizayn qilishgan, boshqatdan yaratishgan. Keyin g'ildiraklarga spirt surkab qo'yishgan, чтобы yer bilan yaxshilab tortishishi uchun. Ya'ni o'sha velosiped poygachilarga обязательный bitta shortik, ya'ni bilasizlar o'zlarining shortigi bor, lekin ularni shortigida qanaqadir o'sha sun'iy isitish moslamalari o'rnatilgan bo'ladi va ularni o'sha oyog'idagi muskullarni qaysidir bir temperaturada ushlab turadigan, misol uchun o'sha sovib ketmasligi yoki isib ketmasligi uchun qaysidir muddat ushlab turadigan termo shortiklar ularga yasab berishadi va sensor biofeedback sensor deb qo'yadi. Ya'ni o'sha qanaqa ishlayapti o'zi oyog'i deb har bir odamida o'rganib chiqib, ya'ni o'ylab qarasanglar bular judayam kichkina narsa. Misol uchun oddiy qo'yib yuborsa ular o'zini ustida ishlasa bo'lardi, lekin ular hammasini bitta o'zgartirib chiqyapti. Nima aloqasi bo'lsa. Lekin keyingilari bundan ham jinnicha. Misol uchun ular bilasizlar ustiga tor narsalar kiyib olishadi, ajoyib. Ya'ni o'shalarni tashqarida kiyish kerak bo'lgan kiyimlarini ichkaridagi bilan almashtirib ko'rishgan ekan. Ya'ni o'ylaganini ko'rsanglar, o'sha kiyimini ham o'ylagan. Ya'ni ehtiyotkorlik bilan. O'shalarni ichki kiyimlarini, ya'ni shunaqa kichkina narsalarni o'ylashganki, hattoki tashqarida kiyib yurish kerak bo'lgan kiyimlarini, ya'ni tashqarida poyga o'tkazilayotganda kiyish kerak bo'lgan kiyimni shu ichkaridagi bilan almashtirib kiyib ko'rishsa, yaxshiroq rezultat keltirgan ekan. Ya'ni o'shalarni almashtirib qo'ya qolibdi. Bilasizlar, o'sha sportchilar, atletlarga alohida o'sha muskullariga massajlar qilishadi, чтобы yaxshi tiklanish uchun. O'shalarni tiklash uchun oddiy massaj gel emas, har xil gellardan foydalanib massaj qilib ko'rishibdi, test qilib. Ya'ni o'sha o'ylashgan, что recovery uchun nima bo'lsa 1% oshiramiz. Ya'ni shu recoverymi, bundan keyin misol uchun uyqu uchun, yaxshi uxlash uchun polish deb qo'yadi. Ya'ni yostiqlarni o'zgartirib, matraslarni o'zgartirib, shu zo'r uxlash uchun. Hammasini 1% dan misol uchun o'ylab qarasangiz, bizda juda ham ko'p trenerlar yo bo'lmasam qanaqadir sportga tayyorlanish uchun bo'ldi shu mashg'ulotni qiladi, bo'ldi. Shuning uchun ham juda ham ko'p hollarda average, ya'ni o'rta holda yuramiz. Lekin siz o'sha narsani o'ylab, misol uchun uxlashini, recovery'sini hammasini 1% dan oshiradigan bo'lsangiz, 10 yil ichida 2007-yildan 2017-yilgacha 178 ta musobaqada g'olib bo'lib, o'sha Britaniya, o'ylab qarasanglar, o'sha oxirgi 100 yilda umuman musobaqalarda yutolmayotgandi. Hech qanaqa gold medallar orzu bo'lib qolgan edi ularga. Shu oxirgi 10 yil ichida 5 ta Tour de France degan katta velopoyga bor. O'shanda 6 yilning ichida 5 marta yutgan ekan. Ya'ni o'sha Buyuk Britaniyaliklar. Bu juda ham oddiy narsa bo'lib ko'rinishi mumkin, lekin sizlarga o'ylab qarasanglar rostdek tuyuladi. Chunki
sizdan hech qanaqa vaqt olmaydigan, hech qanaqa effort, energiya olmaydigan shu 1% o'zgarish 1 yil ichida sizga o'sha yil davomida 37% samaradorlikni beradi deb yozgan kitobida. Hisoblab ko'rsangiz ham, misol uchun 1% 365 ga ko'paytirib, ya'ni kun davomida necha foizdan o'zingizni ustida ishlayotganingiz. Endi men bu kitobda o'zimga misol uchun 1% bo'ladi demayman. Men ko'proq nima bo'lsa maksimalniy effort qilaman, ya'ni harakat qilaman. Chunki 1% degan narsa men uchun kichkinaroq, sizlarga ham kichkinaroq bo'lsa kerak. Chunki misol uchun atrofdagi raqobatdoshlar bunaqa 1% ga cheklanib qolmaydi, lekin buni maqsadi shu kichkina narsalarni ham e'tiborga oling degan. Misol uchun o'ylab qarasangiz, samolyotda qayergadir ketmoqchi bo'lsangiz, misol uchun Toshkentdan Andijonga ketmoqchi bo'lsangiz, aytaylik, ozgina rulni burib qo'ysa, shu 2-3 soatda уже siz boshqa davlatga chiqib ketib qolishingiz mumkin, misol uchun. U judayam oddiy narsa. Xuddi shunaqa bo'lgani kabi siz 1% dan yaxshi odatlarni bajarib borsangiz, yaxshi odatni hayotingizga implement qilib, qanchalik 1 yilda o'zgarish bo'ladi-yu, lekin yomon odatni o'zingizga implement qilib, uni 1% dan o'sha kichkina odatlarni qilib borsangiz, yilni oxiriga qanaqa bo'lib qolasiz. Odatlar haqida o'ylanishdan oldin biz rivojlanish, ya'ni o'sha odatlar orqali rivojlanish qanday yuz berishi o'zi, misol uchun shu narsalarni bilib olishimiz kerak. Misol uchun o'ylab qarasangiz, yer qimirlash uchun pleytlar bo'ladi-yu, plitalar bir-biriga ishqalanib, burilib, shunaqa bo'lishi kerak. Lekin u bir marta urilganda nimadir bo'lmaydi, misol uchun. Yo bo'lmasam shu yillar davomida, millionlab yillar davomida o'sha urilib qimirladi, keyin bum, yer qimirlab, bular nimadir bo'ladi. Ya'ni o'sha oxirgi marta urilganda, ishqalanganda o'sha natija bo'ladi. Yo bo'lmasam, misol uchun siz o'ylashingiz mumkin, rak birpasda tezda rivojlanib, sizga ma'lum bo'ladi. Yo'q, birinchi bo'lib 80% siz u rakni rivojlanayotganini bilmaysiz. Keyin o'sha 80% ga yetgandan keyin shu 1-2 oyda уже butun taningizni egallab olishi mumkin. Yo bo'lmasa 1-2 oy emas, qanaqadir ozgina muddatda, anig'ini bilmayman. Keyin aytyapti, bambuklar birinchi 5 yili sizga ko'rinmaydi, даже ko'rinmaydigan jihati bo'ladi. Chunki tomirini yer tagiga yozib yorgan bo'ladi. Keyin уже siz o'ylaysiz, уже bo'ldi, o'syapti ekan, yaqinda ekilibdi shekilli deb o'ylaydigan darajada o'sib ketadi. Shunaqa sizga jarayon haqida, misol uchun siz o'ylashingiz mumkin, men zalga chiqyapman, nimaga katta bo'lmayapman deyishingiz mumkin. Sizni shuncha harakatingiz yo'q bo'lib ketmayapti. Ya'ni o'sha hammasi saqlanib boryapti-da. Misol uchun aytaylik, bundan ozgina lirik chekinish qilamiz. Xonaga muz qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz, u xona harorati misol uchun erish qiyin bo'ladi. Misol uchun 26 daraja bo'lishi mumkin, 27, 28 daraja bo'lib sekin-sekin, misol uchunda. Ya'ni men bunda Fahrenheitda aytgan bo'lishim mumkin. Misol uchun shu qaysidir darajada erish kerak bo'lsa, o'sha sekin tiliq etib ko'tariladi-da. Keyin oxirgi o'sha bitta foizi siz ko'rishingiz mumkin erishni boshlayotganini. Lekin siz aytmaysiz, o'sha 1 sekundda bo'lib qoldi. O'sha jarayon, o'sha yergacha olib borilgan progress uni erishiga sabab bo'ldi. Misol uchun. O'ylab qarasanglar, nima desa bo'ladi, temirchilar bor, yo bo'lmasam qanaqadir shu urish kerak bo'lgan narsalar bor, toshni to'g'irlaydiganlar bor. Ular ham misol uchun bir urganda to'g'irlanib qolmaydi. Misol 100 marta uradi, 200 marta uradi. Shu 201-chisida tars etib yoriladi, yo bo'lmasam xohlagan natijasiga yetib keladi. Endi siz aytmaysiz, shu bitta urganda to'g'irlanib qoldi demaysiz, shuncha orqada qilgan 200 ta harakatini siz misol uchun ko'rishingiz kerak. Ko'pchilik aytadi-yu, misol uchun, "Vau, bu boy bo'lib ketdi" deydi, lekin siz uni orqada qanchalik ko'p ishlaganini, qanchalik shu uxlamasdan o'z ustida ishlaganini ko'rmaysiz. Ya'ni xuddi shu progress sizga shunaqa darajada bo'lishi kerak. Qanchadir yillar, qanchadir vaqtlar ko'rinmaydi. Keyin o'sha siz o'sha potensialiga yetganingizdan keyin ko'rinishni boshlaydi. O'sha potensialiga yetmasdan to'xtab turib, men harakat qilganman deyishingiz noto'g'ri. Keyin yana kitobda aytishi bo'yicha, maqsadlarga e'tibor berishingizdan ko'ra ko'proq sistemangizga, ya'ni tizimingizga, o'sha maqsadga olib boradigan tizimingizga ko'proq e'tibor bering degan statement degan gapni aytyapti kitobda. Ya'ni bu nima degani deydigan bo'lsanglar, o'ylab qarasangiz rostdan ham siz maqsad qo'yasiz, lekin siz maqsadingizga bir kunda erishib qolmaysiz. Unga
qanaqa qilib borishingiz uchun sizga tizim kerak bo'ladi. Tizim to'g'riligi yoki noto'g'riligi, shu optimalligiga qarab o'sha maqsadingizga yetib borasiz. Keyin misol uchun bu yerda problemalarni 4 ta problemasini yozib qo'ygan. Birinchisi, o'ylab qarasangiz, g'olibdayam, ya'ni yutadigan odamdayam, mag'lubdayam, yutqazadigan odamdayam maqsad bitta bo'ladi. Misol uchun men shu o'yinda 90 minutda futbol o'ynaydigan bo'lsa, yutaman deb hamma tushadi, lekin ikkita komandadan bittasi yutadi yoki yutkazadi. Siz undan ko'ra shu sistemangizga qanaqa qilib yutishga, shu hozir gaplashib o'tgan Buyuk Britaniya shu belo poygalarida ham ular maqsad qo'ygan. Maqsad qo'yma demoqchi emas. Maqsadga e'tibor berib, shu misol uchun qarab turgandan ko'ra, sistemangga e'tibor ber. Shu misol uchun futbol o'ynamoqchi bo'lsangiz, siz ham shunaqa o'z ustida ishlab, hamma komanda bilan taktikalaringizni to'g'ri qilganingizdan keyin, misol uchun o'zi kelib chiqadi. Siz o'ylab qarasangiz, shu maqsadga erishish uchun qilgan hamma ishlaringizni qilsangiz-u, bu maqsad haqida o'ylamasangiz ham o'sha maqsadingizga erishasiz degan mazmunda aytyapman. Hop. Misol uchun maqsadga erishish bu vaqtinchalik o'zgarish. Misol uchun maqsadga erishdingiz, ko'pchilik o'ylaydi, misol uchun men bitta formaga kirib olamanda, shu semiz odamlar yo bo'lmasam ozg'in odamlar shu bitta formaga kirib olaman, bo'ldi, keyin zalga chiqmayman, maza qilib yashayman deb o'ylaydi. Lekin siz uni bilmaysiz. Misol uchun 1-2 oyda yana formangizdan chiqib, o'z holingizga qaytib qolishingiz mumkinligi. Ya'ni shu maqsad qo'ymasdan tizim qo'ysangiz, o'sha tizimingiz sizni umringiz oxirigacha yo bo'lmasam judayam uzoq muddatga siz xohlagan natijani, maqsadingizga erishishingiz mumkin. Keyin siz maqsadingiz sizni baxtli bo'lishingizdan, xursand bo'lishingizdan to'sib qolmasligi kerak. Misol uchun o'ylaysiz, men shu oyligimni $3000 chiqaramanda, keyin men mazza qilib dam olaman deyishingiz mumkin. Lekin o'sha siz baxtni, xursandchilikni o'sha narsaga limit qilib qo'yishingiz noto'g'ri deb aytyapti kitobda. Nimaga? Misol uchun siz ga shuncha har xil metodlar bor baxtli bo'lishga. Siz o'sha bitta $3000 bo'lsa, men maza qilib dam olaman yo bo'lmasa maza qilib hordiq chiqaraman deyishingiz noto'g'ri deb aytyapti. Ya'ni maqsad qo'ymang, tizim qo'ying misol uchun. 4-chi problemasi, ya'ni maqsadni ko'proq e'tibor berib tizimni tashlab qo'yishni. Maqsadlar progressingizga, uzun progressga teskari demoqchi bo'lyapti. Ya'ni jarayonga teskari. Nima degani bu? Siz aytasiz, men misol uchun shu o'yinda yutaman deysiz, bo'ldi. Keyin o'sha o'yin tugagandan keyin u haqida o'ylamaysiz ham, u haqida rivojlanish haqida o'ylamaysiz. Ya'ni shu maqsadingiz уже bitgandan keyin siz progressni yo'qotasiz. Misol uchun progress qilmaysiz, jarayonni haqida o'ylamaysiz. Shuning uchun agar siz tizimingizga, ya'ni qanaqa qilib borish yo'lingizga o'ylasangiz, ko'proq e'tibor qaratsangiz, undan keyingi o'yinlarga ham, misol uchun undan keyingi musobaqalarga ham tayyor bo'lish uchun qanchalik muhimligini o'ylab yetasiz. Chunki shu tizimingiz sizni shunga tayyorlab boradi, maqsadingiz emas. Maqsad ham muhim, maqsad ham kerak, u sizni yo'naltiradi, lekin progress bu sistem o'shanga olib boradi. Olib borishi haqida ko'proq o'ylashingiz kerak, chunki siz faqatgina yo'nalishga qarab turib nimagadir erisha olmaysiz. Xo'p, shu hissadan hissa shuki, odatlar bu uzoq bitta progressni kichkina o'zgarishi. Ya'ni siz 1% dan har kuni o'zgaradigan bo'lsangiz, 1 yilda yo bo'lmasam uzoq bir muddatda ancha o'zgarishlarga yo yutuqlarga erishasiz. Odatlar ikki taraflama qilich. Misol uchun, bu yog'i ham kesadi, bu yog'i ham kesadi. Agar siz yaxshi odatlaringizni 1% dan har kuni qilib boradigan bo'lsangiz, ancha yutuqlarga erishasiz va yomon odatlaringizni o'sha 1% dan kichkina qilib boradigan bo'lsangiz, uzoq vaqtda siz yomon bo'lib ketadi. Misol uchun, siz ozgina cheksiz, ya'ni yomon odat sifatida misol qilib aytaman, ozgina chekyapsiz, уже yillar davomida sizga u ko'pingiz bilan muammolar olib keladi, yo bo'lmasam qanaqadir o'sha qutichasida nima yozib qo'ygan bo'lsa, hammasini sekin olib keladi. U bir kunda olib kelib qo'ymaydi. Bir kun chekib oling demoqchi emasman. Ya'ni kichkina o'zgarishlar bu har doim ham ko'zga ko'rinmaydi. Misol uchun, siz hozir zalga chiqyapsizmi? 10 oy bo'ldimi, 12 oy bo'ldimi, sizni rezultatlaringiz o'sha joyida saqlanib turibdi. O'sha qayergadir potensialiga yetgandan keyin уже siz ko'rishni boshlaysiz. Sizga bu g'alati eshitilishi mumkin. Misol uchun, men nimaga ko'rmayapman deb, lekin o'sha
Hamma narsada jarayon bor. Shu jarayonni bitta potensialiga yetmagan, ya'ni o'sha muz haqida gaplashdik-yu, misol uchun 32 gradusda uje erishni boshlaydi deydi-yu, o'shanda siz ko'rasiz natijani. Misol uchun. Judayam ko'p kasallarda ham alomati yashirin bo'ladi-da, keyin bitta nuqtaga yetgandan keyin sizga ko'rinadi. Xuddi shu narsa. Ya'ni shu, bu video shu Fundamentals degan chapterni, ya'ni o'zi uchta prinsip bor. Shuni birinchisi nima uchun kichkina o'zgarishlar katta o'zgarishlarga sabab bo'ladi. Agar Atomic Habits haqida misol uchun tushunchaga ega bo'lmasangiz, bu birinchi videoyingiz bo'ladigan bo'lsa, bu videoni ko'rib qo'ying. Chunki o'shanda men Atomic Habits nima o'zi, men qayerdan buni o'qiganman, kim yozgan o'zi, hammasini gapirib bergan.